Imom Tirmiziy rivoyat qilgan hadisda kim folbinni oldiga borib uning gapiga ishonmasa, ishonishmas. Bordida men boraman folbinga o'zi. Men uni gaplariga ishonmayman. Bordi u nimadirlar dedi, lekin ishonmadi. Folbinni oldiga borganligi uchun ba'zi rivoyatda 40 kun, ba'zi rivoyatda 40 yil ibodatini Alloh taolo nomai a'molidan o'chirib tashlaydi, qabul qilmaydi. Necha kishi borib ishonyapti-yu, nechilar kishi borib ishonyapti, uni aytgan gapini qilyapti bugun. Necha kishilar bugun bu ish harom ekanligini bilib turib baribir bardavom bo'lyapti. Alloh taoloni o'zi panoh bersin. Mabodo borib Alloh taoloni o'zi panoh ko'rsatsin. Folbinni gapiga ishonsa, u aytgan gapni qilsa, ishongan bo'lsa kofir bo'ladi.